Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilari, qadrdon obunachilarimiz. Salom, rossiyski jodlarni video obzor qilishda davom etamiz akalar. Kanalda yangilar bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalga obuna bo'lib, like tugmachasini bosib qo'yasizlar akalar. Hozir bu apparatimizda beda chiqarib ko'rsatib o'tiladi. Bu o'tgan yilgi beda. Apparatni o'zi holo quruq universalni bo'yashagida chiqarib beraveradi. Motorlari rossiyski 2 kilovat 1000 obrotlik bo'lyapti. O'chirib yoqadigan ключаторlari o'rnatilgan, 220 tokda ishlaydi. Holo quruq universalni 2026-yil 22 aprel kuniga olinib turgan video. Bu apparatni o'zi 3 qo'rg'onga sotilgan. Ertaga ertalab xudo xolasa yo'lga chiqamiz. Kechgacha mana shu apparatni bitirish harakatida bo'ldik. Xudo xolasa bitta hozir o'sha bedani chiqarib ko'rsatib o'tamiz. Narxlari akalar har xil chiqadi, shuning uchun narxini ko'p ham aytilmaydi. Xo'p, to'g'ri tushunasizlar. Chiqarishlari mana shunaqa akalar, mana ikkita pichoqda 220 tokda chiqargani mana shunaqa mana. Ovozlari ham o'ta past, jim ishlayveradi. Ishlashlari mana shu tarzda ishlayveradi akalar. Video jarayonida ham ko'rdilaring. Kimga ma'qul keladigan bo'lsa, telefon nomerlarini qoldiramiz. Aloqaga chiqaverasizlar. Rossiyski jodlarda har qanaqa turidan xudo xolasa topib berilaveradi. Mana pichog'i. Hop, adresimiz Namangan viloyati, Namangan tumani, Tepaqo'rg'on qishlog'ida. Hop, mana bugungalikka Namanganda, Namangan tumanida yengil yomg'ir yog'yapti. Mana shunaqa gaplar akalar. Kanalga obuna bo'lib, like tugmachasini bosib qo'yasizlar. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar.